لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك. O'g'ilginam, bir kun kelib mening keksayganimni, harakatlarimning esa mantiqiy bo'lmaganini ko'rasan. Iltimos, o'sha paytda menga bir oz bo'lsa-da vaqtingni ajrat va sabrli bo'l. Balki qo'llarim titrab, yeyayotgan ovqatim ko'ksimga tushar, madorim qolmagani bois kiyimlarimni kiya olmasam. O'sha lahzalarda sen bilan birga o'tkazgan uzoq yillarimizni esla. Axir bugun senga o'rgatayotgan ishlarimni o'shanda o'zim qila olmay qolarman. O'g'ilginam, agar qarigan paytimda hozirgidek orasida va xushbo'y bo'la olmasam, meni malomat qilma. Aksincha, seni ozoda va xushbo'y qilish uchun jonkuyarligimni esla. Agar sizning avlodingiz qilayotgan ishlarni bilmasam yoki tushuna olmasam, ustimdan kulma. Bil'aks, senga adab va ta'lim bergan mendek mushtipar onangga zamonangiz zaylini nima qilish kerak-u, nimani qilmaslikni tushuntir. Esarligim, sen bilan suhbatlashar ekan ohista gapirishim va fikrlarimni malomat olma. Chunki suhbatlashish bahona sening yonimda turishing men uchun katta baxt. Agar charchagan oyoqlarimni madora qolmay yura olmasam, mendan shafqatingni ayama. Chunki sen toy-toy yura boshlagan paytingda qo'llaringdan ko'p ushlaganman. Keksaligimda qo'limni ushlashdan uyalma. Chunki ertaga sen ham qo'lingdan ushlaydigan odamni axtarib qolasan. Bu kunlarimda men sen kabi yashash uchun intilayotgan yosh emas, o'limni kutayotgan bechora kampir bo'laman. Yonimda yordamchi bo'l, menga zarar berma. Agar xato va kamchiliklarimni tilga olmoqchi bo'lsang, unutma. Ularni senga manfaat keltiray degan chog'imda qilganman. Keksaligimda sen qiladigan eng fazilatli ish xatolarimni kechirib pardalashingdir. Alloh gunohlaringni boshqalarning ko'zlaridan pardalab mag'firat qilsin. Seni kulgu va tabassumlaring bolalik chog'laringdek meni quvontiradi. Shuning uchun suhbatingdan meni mahrum etma. Sen dunyoga kelgan paytingda yoningda edim, o'layotgan paytimda yonimda bo'l. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishingizni amr etdi. Agar bularning ota-onangizning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uf tortma va ularning so'zlarini qaytarma. Ularga doimo yaxshi so'z ayt. Ular uchun mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut, hokisor bo'l va Parvardigorim, meni ular go'daklik chog'larimda tarbiyalab o'stirganliklaridek sen ham ularga rahm shafqat qilgin deb haqlariga duo qil.